Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan Zayd ibn Amr haqida Said ibn Zayd o'g'illari so'radilarki, "Faqultu ya Rasululloh, inna abi kana kama ra'ayta va balagaka walau adrakaka la amana bika wattaba'ak." Ibora shuki, inna abi kana kama qad ra'ayta walau adrakaka la amana bika wattaba'aka fastaghfir lahu. Qala na'am فأستغفر له فإنه يبعث أمة وحده. Ya Rasululloh dedim deydilar Said ibn Zayd. Dadam, mana o'zingiz ko'rgansiz dadamni qanday yashaganligini. Agar sizni payg'ambar bo'lgan davringizni topganda iymon keltirgan bo'lardi sizga ergashgan bo'lardi. Millati Ibrohimda ketgan edi. Dadam haqqiga istig'for ayting deganlarda, ha istig'for aytaman. Dadingiz qiyomat kuni o'zi yolg'iz bir ummat bo'lib qiyomatda qo'poriladi dedilar. Said ibn Zayd radhiyallohu anhu duolari ijobat bo'lgan kishilardan ekan. Arvo binti Uvays ismli ayol da'vo qildiki, Said ibn Zayd yeridan bir miqdordagi joyni olganligini. Husumat qilib bordi Marvon hakam, ya'ni shu vaqt diyorning hokimi Marvonning oldiga husumat qilib bordi. Allohning roziligi bo'lsin, shu vaqtdagi hokimlarga ayollar husumat qilib kelsa ham qabul qilishib, shu shikoyatlarni eshitishar ekanlar. Said ibn Zayd aytdilarki, meni haqqimda sen tuhmat qilib kelyapsan. Ana kuntu akhudhu min ardiha shay'an ba'da alladhi sami'tu min Rasulillah. Sami'tuhu yaqulu man akhadha shay'an min al-ard tuwiqahu ila sab'i aradin. Men seni yeringni tortib olamanmi? Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan shu so'zni eshitganimdan keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlarki, kimni yeridan bir qism miqdorni birov tortib olsa, qiyomat kuni shu miqdordagi yerning 7 qavat pastigacha bo'yniga halqa qilib osib qo'yiladi deganlar. Shu so'zni eshitganimdan keyin men birovning yerini tortib olamanmi dedilar. Marvon hokim aytdiki, la as'aluka bayyinatan ba'da hada. Bundan keyin men hujjat so'ramayman dedi. Shu so'zni gapirgan taqvoli kishi bo'lgandan keyin hujjat so'ramayman dedi. Odatda hujjat so'ralish kerak edi. Bu kishi aytdilarki, bu so'zni gapirgan odamdan keyin men hujjat so'ramayman. Aniq bo'ldi bu tuhmatligi. Shunda Said radhiyallohu anhu, Allohumma in kanat kadhibatan fa'ami basaraha. Ey Alloh, agar meni sha'nimga yolg'on so'zlar aytib turgan bo'lsa, ko'zini ko'r qilgin dedi. Vaqtulha fi ardiha, shu menga da'vo qilgan yerida o'ldirgin dedi. Ko'zi tezdagina ko'rib qoldi. Shu yerida yurib ketayotganda o'zi kavlagan chuqurga tushib ketdi. Said ibn Zaydni duolari ijobat bo'lgan kishilardan deyshadi. Shunda Arvo ko'zi ko'r bo'lgan vaqtda ba'zi rivoyatlarda shu ayol ko'zi ko'r bo'lib o'lishidan ilgari Said radhiyallohu anhu ning oldiga kelib, men sizga tuhmat qilgan edim, duoyi xayr qiling, endi meni ko'zim ochilsin degan, men zulm qilib qo'ydim sizga degandan keyin bu ayol Alloh bergan narsani Allohga qaytarmayman dedi. Men bu duoni qilib Allohdan so'radim, Alloh menga beruvdi, buni qaytarmayman dedi. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu o'zlaridan keyin xalifa saylanishlikka taklif qilingan vaqtlarda xalifani tayin qiling deganlarda 6 kishini maslahat beraman, xalifa tayin qilmayman dedilar. Shunda 6 kishini ichiga Said ibn Zaydni ham qo'shmoqchi bo'lgan ekanlar-u, birovlar o'ylab qolmasinki, Said ibn Zayd o'zining kuyovini ham qo'shib qo'ydi degan fikr bo'lmasin deb qo'shmaganlar. Bo'lmasam Said ibn Zaydning fazilatlari, u sharaflari 6 kishidan kammas edi deyiladi. Allohning roziligi bo'lsin, Umar ibn al-Xattob shunday hassos xalifalarimizdan edi.
hatto fazilati shu darajada tayin bo'lsa ham 6 ta maslahat qilinadigan xalifa tayin qilayotganlari yo'q. 6 ta maslahat qilingan odamlarga qo'shishlikdan ham tortinishgan ekanlar. Allohning roziligi bo'lsin. Bemalol o'zini odamini tayin qilib qo'yib qo'yishlik emas, birodarlar. Bu shunday fazilatni hidi ham yo'qolgan odamni qo'yib qo'yishlik emas. U sharafda buyuk bo'lgan insonni ham qo'yishlikdan qarindoshi bo'lib qolganligi uchun tortingan ekanlar. Said ibn Zayd vafot qilganlarida Aqiq viloyatida vafot qilganlar, Sa'd ibn Abi Waqqos yuvgan ekanlar va bu kishi kafanga o'rab shu o'zlari ko'tarib olib chiqqan ekanlar. Sa'd ibn Abi Waqqosiki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ota-onam fido bo'lsin, oting ey